Assalomu alaykum barchaga azizlarim. Bugun men sizlarga gulkaramni foydalari haqida gapirib o'taman. Gulkaram dunyodagi sog'lik uchun foydali taomlar reytingida gulkaram eng yuqori o'rinda turadi. Gulkaram zamonaviy oshxonalarda bezak o'rnida ham ishlatiladi, bilasizlar. Unda kalsiy, magniy, kaliy, temir kabi elementlar mavjud. Yurak, jigar, ko'krak bezi saratoni xastaliklarini oldini oladi. Shuningdek, gulkaram azizlarim, qarishni ham oldini oladi. Undagi B vitamini miya faoliyatini yaxshilaydi. 100 gramm gulkaramda 30 kilokaloriya bor. Bu oson hazm bo'lib, qavziyatni oldini oladi. Tanada xolesterinni haydaydi. Do'stlarim, gulkaram haqida bilgan ma'lumotlarim mana shu. Bu ma'lumotlarni ham internetdan oldim. Ba'zi bir kamchiliklari bo'lsa uzr so'rayman oldindan. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha azizlarim, albatta gulkaram iste'mol qilinglar. Gulkaram yomon ko'radiganlar, gulkaramni odam organizmiga foydalari juda ham ko'p ekan. Bolalar uchun ham juda foydali ekan. Chunki gulkaram vitaminlarga juda boy, parhez taom ekan. Do'stlarim, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohga omonatsizlar. Hamma ro'za tutganlar, ro'zadorlarimizni ro'zalarini Allohim qabul qilsin.